Salom, bu men uyingizdagi boshqa gullaringizga o'xshamaydigan orxideya xonman. Yodingizdami? Bu eski tuvagimda ancha vaqtdan beri yashayman. Endi u menga juda ham torlik qilyapti. Lekin ishonaman, siz juda ehtiyotkorsiz. Orxideyani eski tuvagidan juda ehtiyotkorlik bilan tortib oling. Eski po'stloq qoldiqlarini iliq suvda yuvishingiz mumkin. Fitosparin bilan iliq vanna qilib, infeksiyalarni olib tashlashingiz mumkin. Ildizlarni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Sog'lom ildizlar qattiq, yashil yoki och kumush rang bo'ladi. Yumshoq, qorayib chirigan ildizlarni sterillangan qaychi bilan kesib tashlang. Kesilgan joylarga infeksiya tushmasligi va tez bitishi uchun maydalangan faollashgan ugol yoki oddiy oshxona koritsa seping. Orxideya uchun kerak bo'ladi shaffof tuvak, ildizlar yorug'lik olishi va holatini kuzatish uchun. Orxideya uchun grunt oddiy tuproq bo'lmaydi. U yengil va havo o'tkazadigan bo'lishi kerak. Orxideya grunt tarkibi. Qarag'ay po'sti asosiy qismi. Sfagnum mohi namlik ushlab turadi. Ko'mir bo'laklari chirishni oldini oladi. Kattaroq po'stloq bo'laklarini tuvakning pastiga qo'ying. Orxideyani o'rtaga joylashtiring va bo'shliqlarni yangib oling. Tuvak tagiga biroz yirikroq po'stloq bo'laklaridan soling. Orxideyani tuvakning o'rtasiga joylashtiring. Shunchaki chetiga urib, idishni mulomimlik bilan silkiting. Shunda po'stloqlar o'z joyini topadi. Muhim narsa, ko'proq po'stloq bo'laklari bo'ladi. Shuning uchun orxideya ildizi havoda nafas olib turadi. Keyingi safar qaysi gulni o'rgatishimni kommentda yozib keting. Obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'laman.